qilingan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur shaxs yaratgan sharoiti evaziga qonunga zid ravishda har bir yutuq uchun 500 ming so'mdan, tomosha uchun kelganlarning har biridan esa 25 ming so'mdan olib kelgan. Kelishgan holda xo'roz o'ynatyapmiz shu yerda bolalarni. Har kim xo'rozga qarab qo'yiladi. Masalan, mana biz o'ynatdik, o'zimiz xo'rozni o'ynatdik, 500 ming qo'yib o'ynatdik. Holat jinoyat ishlari bo'yicha Jarqo'rg'on tuman sudi tomonidan ko'rib chiqildi. Sudlanuvchiga nisbatan 4 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismida nazorat qilingan jinoyatni sodir etishda aybdor deb topilsa va unga Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab 4 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Qing'ir ish keltirar tashvish deb bejizga aytilmagan. Shunday ekan, ko'rgan va eshitganlaringizdan xulosa qilishni unutmang. Sobit Qaynarov, Eshquvvat Himmatov, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun Surxondaryodan.